Baxt rozilik. Kishi kunidan, hayotidan rozi bo'lsa, shu odam baxtli bo'laveradi. Modomiki qalbingizda Allohga nisbatan shak shubha bor ekanmi? Demak siz bitmas, tuganmas g'am tashvish, qayg'u ichida qolasiz. Doimiy norozi bo'ladi bunaqa odam. Doimiy asabiylashgan bo'ladi, doim shikoyat. Kofirlar shunaqa bo'ladi. Modomiki ularning Allohga iymoni yo'qmi? Demak kunidan rozi bo'la olmaydi. Modomiki Allohga ishonmaydimi? G'am, tashvish o'shuncha bo'ladi. Doim bir narsadan shikoyat, doim tanqid qilaveradi. Chunki bu Allohni tanimagan odam. Allohning irodasi hamma narsadan ustun turishini bilmaydi-da. Alloh taolo fa'alul lima yurid ekanligini bilmaydi-da. Alloh xohlaganini qiladigan zot. Allohning hikmati borligini tushunmaydi-da.